Marhamat, o'tiring. Ellis Boyd Redding. Umrbod qamoq jazosidan 40 yilni o'tab bo'lgansiz. Aytingchi, qayta tarbiyalanib bo'ldingizmi? O'ylab ko'raychi. Qayta tarbiyalanish degan so'zga tushunmayapman. Bu degani siz yaxshi tomonga o'zgardingiz, shundaymi? Ma'nosiga yaxshi tushunaman, o'g'lim. Bu men uchun faqatgina gap xolos. Siyosatchilar uchun esa muhur. Sizdaqa yosh yigitlar uchun yaxshi ish, yaxshi kiyim bor. Nimani bilmoqchisiz? Xo'sh, nimani? Afsuslanyapmanmi? Deylik. Ha, afsuslanaman. Siz shunday deb o'ylashingiz uchun emas. Har kuni afsuslanaman. Bu yerga kelganimda yoshgina yigitcha edim. Nodon, shu ahmoqlikni qilgan yosh yigitcha. Afsuski hozir o'sha yigitchani aqlini kirgizib qo'ya olmayman. Chunki u yigitcha yo'q. Faqatgina qari chol bor xolos. Men o'sha chol bilan yashashga majburman. Shunday ekan, o'zingni muhrini qo'y-da, vaqtimni olma. Ochig'ini aytsam, endi menga baribir. Оставь его. Хотя, по правде говоря, мне наплевать. Какой штамп ты там поставишь? Ma'qullansin.